Ana shu telefonga Halima qo'ng'iroq qildi. Birinchi aytadigan gapingiz. Ayting. Agar Allohning mo'jizasi bilan qaytishim kerak bo'lsa qaytsin. Sensiz qiynalolman. Moddiy moliyaviy tomondan emas. Jigarchilikdan. Nimadir yo'qotib qo'yganman. Ko'zimga hech balo ko'rinmaydi. Jigarimni sog'indim. Hanifga berdi telefonni. Jonim jigarim, sen bilan har kuni bir miltam oldingdan qimillamasdan yoningda turishga rozi edim, qaytib kelsang derdim. Ona boshimizga ber umid opamga dedi. Sog'indim degan bo'lardi. O'nincha ham bilyapti degan bo'lardi. Bolalaringga hali kerak edi degan bo'lardi.